Assalomu alaykum azizlar, sizlarga to'rt etashkal domlan 4-etaj 2 xonali kvartirani sotuvga chiqarishni kelib turibman. Manzilimiz tushuntirsam, Termiz shahar temir yo'l vokzali yaqinida Yulduz mahallada bo'lib turibdi. Shu yerda eski beton domlardan umumiy maydon 56 kvadrat tashkil etgan Yevro remont kvartiramiz sotuvda. Narxi 360 million so'm deb baholandi. Naqdga sotiladi. Mana ko'ringlar, laminatgacha noldan qo'parib remont qilingan. Hamma tomon eshik deraza ramkalar barchasi almashgan. Eng asosiysi sanuzil alohida, xonalar alohida va shamol aylanishiga skvoznak kvartira. Kelinglar, tarsavoy emas, o'rta podyezdda joylashmoqda, lokatsiya udor joyda. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu esa sanuzil alohida dedik. Bunisi hojatxonadan keyin dushovoy, aristonga qo'yilgan, hammasi yangi jihozlandi. Xo'p, azizlar, mana bu esa kuxnyamiz. Kuxnyaga xohlasanglar, kuxni mebel qilib o'zlaring didlaringga moslab qilsanglar bo'ladi. Yangi qilindi, moyka, gaz plita. Bu yerda gaz suv suvitdan aslo muammo yo'q. Mana bu yerda esa ichki balkonimiz ham bor, azizlar. Temir yo'l vokzal 1 minut. Mana shunday 200 metr narida turibdi. San'at saroyi 100 metr narida turibdi. Terdoga boraman desanglar, peshkom boraman desanglar, 4 minutda borasizlar. Lokatsiya udor joyda. Tushundinglar-a? Yana ham orientir tushunsa 16-maktab turib borasizlar. Maktab yo'lning nari tomonida. 16-maktab. Bog'chalar aytmasam ham bo'ladi, azizlar. Yulduz mahalla. Eng asosiysi zo'r lokatsiyadan bo'lib 360 million so'm yaqinda mana hali remont qilgandan keyin bizni qilamiz, ranjida qilyapmiz. Hali boshqa uy egalari kvartirani hech kim qo'yilmagan. Agar kimdir kvartirani qo'yaman, aka, nech pul turadi desanglar, bu yerga oilani qo'ysanglar, bir ikkita jihozlar qilib 2 millionga kamida turadi. Eng asosiysi sanuzil alohida, skvoznak kvartira, planirovka, razdelniy, lustralargacha, natujniy potolokgacha qilingan. Mana bu eshik derazalar hammasi almashgan. Ko'ringlar, maslahat qilinglar. Hozir esa mana bu tomondan hovlini bir ko'rsatamiz. Keling, mana bu yoqdan ko'rinadi, cho'tka ko'rinadi. Parkovka, bolalar maydonchasi. Pastdagi mana atmosferani ko'rishingiz mumkin. Tinch mahallada bu yerda. Uncha shovqin kam, shovqin yo'q, kelib ertaga maza qilib yashaydigan joyi. Ko'pchilik mana temir yo'l vokzaliga yaqin bo'lsin deydi. Tinch mahalla deydi. Maktab yaqin bo'lsin deydi. Xohlasa 15-maktabga borsin. Mana. Xohlasa 16-maktab yo'lning nari tomonida farqi yo'q. Termiz davlat universitetiga esa 4 minutlik yo'l dedik. Azizlar, mana bu yerdan kirib kelsanglar katta ko'cha, mana transport tomonidan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Aslo muammo yo'q. Narxi 360 million so'm. Bu narxlar 2025-yil 29-oktyabr sanasidan nisbatan aytilyapti. Bizni musofirlikda kuzatayotganlar uchun 99 kodi bilan 676 05 17 raqamida WhatsApp, imo, Telegram barchasi ishlamoqda. Ulgurmadim demangan, mana shunaqangi Yevro remont uy izlab yurgan tanishlarga yuborib qo'ylar. Eski domlardanmi? 4 qavatli domlar 4-etajda. Tamom.